178 yillik tarixga ega kompaniya rasman bankrot bo'ldi. Zamonaviy turizm va birinchi turfirma asoschisi kim? Zamonaviy turizm asoschisi angliyalik Thomas Cook hisoblanadi. 1841-yil Thomas Cook sayohat guruhini tashkil qilib, 500 kishini Angliyaning Lester shahridan Loughborough shahriga miting uchun sayohatga olib chiqqan va tarixdagi eng birinchi Thomas Cook Group nomli sayohat agentligiga asoslagan. Keyinchalik 1855-yilda Angliyadan Parijga birinchi xorijiy sayohat tashkillagan. Bundan tashqari Yaponiya, Misr, Hindiston va boshqa ko'plab davlatlarga sayohatlar tashkillagan. Thomas Cook kompaniyasi 19-20 asrda jahon bo'ylab eng mashhur sayohat agentligi bo'lgan. Ammo 2009-yil kelib 178 yillik tarixga ega kompaniya rasman bankrot bo'ldi deb e'lon qilindi. Oqibatda 22 mingga yaqin xodim ishsiz qoldi.